Do'stlar, barchaga assalomu alaykum. Biz kelib turgan lokatsiyamiz Termiz shahar Islom Karimov ko'chasi, Baltika restorani yonidan kirib kelganda ichkarida 3 qavatli domlarning orqa tomonidagi tinch mahalladan hovli sotuvga chiqaryapmiz. Umumiy maydon 5 sotix. Gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q. Qo'shnilar eng muhimi ahil-inoq, tinch joydan hovli so'raganlar uchun. Tadbirkor akalar, opalar uchun ham bemalol ko'rib o'tishingiz mumkin. 5 sotix 4 burchak joy. Ertaga kelajakda 5 sotixga 6 sotixdan 3 ta kotej yoki 2,5 sotixdan 2 ta kotej bemalol tushirsangiz bo'ladi. Mana chegaralarni ko'rsating. Mana shunaqangi holatda 5 sotix hovli sotuvga chiqaryapmiz. Yurtdoshlar, shoshiling, ulguring. Faqat naqdga sotiladi. Cherizbank ikkilamchi variant, kutib turish varianti yo'q, faqat naqdga. Narxi 865 million so'm deb baholandi. Egasi 900 million deb aytdi. Yo'q, 865 million so'mga tushirdik. Mana hovlimizning kirib kelish joyi. Oldin boshqa sifatida foydalangan ekan. Bu rasmlarga uncha e'tibor bermaysizlar, yurtdoshlar. Demak, darvozani ikki tomondan tushirsak bo'ladi. Ko'chadan kirib kelishsa va o'zini darvozasining yonidan kotej qurib bemalol sotaman deganlarga tushirsak bo'ladi. Hozir biz turgan joy общий hovlini, общий maydon 7 sotix, lekin 2 sotixdan chegara tortiladi. Mana shu yerga devor tortilib, bu yog'i qoldiriladi. Lekin bu tomon to'liq 5 sotix, 5 sotig'u 2 mi, 5 u 2 mi shunaqangi kadastr hujjatlari barchasi bitgan. Общий hisobda 5 sotix hovli sotilyapti. Umumiy yashash uchun 7 ta xonadan tashkil topgan. Bemalol uyga to yangi qurilish boshlaguncha kirib yashashga tayyor holatda. Tagimizning tepasi, pastimiz hammasi pul. Tashqi ko'cha tomondagi derazalar barchasi akfaga almashgan. Keling. Bu tashqi ishdan kelganda bitta koridordan esa 3 ta xonaga kiriladi. Bu bitta xonadan undan keyin bitta xona va bundan esa yana 2 ta xonaga o'tiladi, yurtdoshlar. Aytib o'tganimizdek, tagi hammasi pollangan. Mana bu tomonga vannalari joylashgan, yurtdoshlar. Mana ko'rsatib o'ting. Shahar ichida bo'sh yer hisobi hozir shaharda qaysi tochkasida yashab turgan bizning mijozlar, bizni kuzatuvchilar bo'ladigan bo'lsa, yerda narxini yozib ketingizlar kommentariyaga. Mana shu joyda misol yubileyda shuncha, yaxshi dunyoda yerda narxi shuncha bo'ldi deb yozib ketinglar. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu tashqi oshxonasi desak ham bo'ladi. Umumiy maydon 5 sotix. Kirib yashash uchun 7 ta xona tashkil topyapti. Nima deysiz? Nargi tomoni yo'q. Ya'ni u tomon alohida kadastr bo'lgan, hali to'liq bo'linmagan. Mana shu turgan joydan to'g'riga mana devor tortiladi. O'shanda 5 sotix hovli bu yoqda o'tkaziladi, lekin hovlidan ajratib bo'lingan. Bu 2 sotix joy ham ajratib bo'lingan, bu tomonga 5 sotix joy ham ajratib bo'lingan. Narxi 865 million so'm. Hujjatlari notariusga tayyor. Faqat naqdga, yurtdoshlar. Mana kotej quraman degan 5 sotixga aytib o'tganimdek 1,6 sotixdan 3 ta kotej tushadi. 2,5 sotixdan 2 ta kotej. Yurtdoshlar, shoshiling. Pastda qoldirilgan nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. O'z fikrlaringizni aytib o'tganimdek izohlarda qoldiring. Salomat bo'ling.